Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men Elbek Nabiyev. Bugun biz Amerika YouTube'dan daromad qilish uchun maxsus strategiyani ko'rib chiqamiz. Kanalimda agar yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Men bu kanalimda juda ham ko'p Amerika YouTube'dan daromad qilish uchun yo'nalishlarni va ko'plab sirlarni bepul o'rgatib chiqaryapman. Bu yoqda YouTube kanal ochishni o'rgatganman noldan va telefon yo'nalishlarini zo'rlab o'rgatyapman. Amerika nomer olishdi va ko'plab yo'nalishlarni o'rgatib ketyapman. Albatta obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Xo'p, do'stlar, bugungi videodan maqsad nima? Men sizlarga nega natija qila olmayapsiz, nima kanal ochasiz, yurtasiz, baribir prosmotr bo'lmaydi. Ya'ni ko'p kishi yangi kelganlar YouTube'da ko'p narsani bilmaydi, tajribasi yo'q, shuning uchun natija qila olmaydi. Men sizlarga sirli bir formula asosida o'zimda bir strategiyamni bermoqchiman. O'sha strategiya bo'yicha, o'sha formuladan foydalanib ishlaydigan bo'lsangiz, ancha yaxshilanadi do'stlar. Bo'lmasam ketdik, o'sha formulani sizlarga o'rgataman. Do'stlar, undan avval sizlarga Elbek Nabiyev nomli Telegram kanalini tavsiya qilib o'tmoqchiman. Telegramdan Elbek Nabiyev deb yozsangiz kanalim chiqib keladi yoki videoni kommentariyasidan va kanalni profildan topsangiz bo'ladi. Bu kanalda men nima video chiqarishimni avvaldan aytib qo'yaman. YouTube'da ko'plab strategiyalarni, sirlarni tashlab boraman. Bu yoqda o'zimiz xizmatlarimizni ham aytib boraman mana. Bu video uchun ham mana 600 ta reaksiya so'ragandim. Reaksiyalar yig'ildi va videoni chiqaryapman. So'rovnomalar o'tkazib turaman. Sizlarda qanaqa muammo bor, qaysi yo'nalishda o'rganishni xohlaysizlar? Mana shu kanaldan bemalol sizlar qo'shilib o'rgansanglar bo'ladi. Har hafta yakshanba bepul jonli darslar qilib beraman. Hamma savollarga javob beraman va mana do'stlar, shogirdlarimga natijalarni tashlab boraman va videoda montaj qilgan narsalarimni ham bazalarni, fayllarni shu kanalimga tashlab boraman. Do'stlar, mana sizlarga sirli formulamiz. Bu 7 ta sirli formula bor. Bu 7 ta elementni sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Strategiya nimadan iborat? Biz YouTube'ga kontent qilar ekanmiz. Bu narsalar juda ham muhim va siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihatlar bor. Va hammasini samarali qilishingiz kerak. Birinchi elementimiz bu yoqda videoni nomi. Kelinglar misollar bilan ko'rsataman YouTube'da kanallar orqali. Masalan, videoni nomi. Masalan, Temur Xatamovda mana bu videosi iPhone 16 Pro Max ni ochib ko'ramiz degan. Nomlar juda muhim do'stlar. Nimaga bu nom yaxshi ketgan, prosmotr yaxshi olgan? Sababi iPhone hammaga qiziq va 16 Pro Max endi chiqqan paytda, ya'ni o'tgan yili 1 yil avval chiqqan. Keyin ochib ko'ramiz deyaptilar. Mana shuni yozib qo'ygan. Sodda, tushunarli, ahmoq odam ham ko'rib tushunadi. Videoni nomi oddiy, sodda, chiroyli bo'lishi kerak va adabiy tilda yozing do'stlar. 80% odam tushunsin. Yosh katta ham, yosh bola ham, ahmoq odam ham tushunishi kerak. Sodda va qiziqarli qilib yozsangiz ko'p ko'riladi. Va boshqa videolarda ham shunday misol kelsak bo'ladi. Dangasalik tengish usullari degan. Oddiy yozib qo'ygan. Bu yoqda bilamiz-ku, hamma dangasa, o'shaning uchun mana shu nomda qo'yilgan uchun video ko'p prosmotr olishiga sababchi bo'lgan. Chunki bu yoqdan biz qidirganimizda poyeskda chiqadi. Shuning uchun videoni albatta raqobatchilardan analiz qilib, qiziqarli qilib nomlaylar. Keyingisi videoni rasmiga ham qaranglar. O'zi biz videoni nega bosamiz? Videoni rasmini ko'ramiz, keyin nomini o'qib ko'ramiz. O'shaning uchun videoni rasmi ham juda ham muhim. Ya'ni bu preview deyiladi. Videoning ustidagi rasm videoning ko'rilishini 80% ni hal qilib beradi. Videoning ustidagi rasm qiziq bo'lsagina ustiga odamlar kirib ko'rishadi. Masalan, mana bu teleskop yo'nalishidagi kanal menda chiqib qoldi. Mana nomlari chiroyli yozilgan, o'sha ichida ishlatilgan personajlar va rasmiga ham qarang. Trenddagi multfilmlar. Bularni yosh bolalar taniydi. Har xil multfilmdagi personajlarni olgan va men agar yosh bolalar bo'lsa, bunday ustiga bosadi, chunki bu personajlar trendda. O'shaning uchun rasmni ham qiziqarli qilib qilishlarni tavsiya qilaman. Xo'p, kanal agar o'zbeklarniki bo'lsa, uzr so'rayman. Keyingi bo'limimiz bu yoqda videoni tavsifi. Tavsif nima o'zi desanglar, mana yeshoga bosamiz bu yoqdan. Videoning tagidagi opisiya bor-ku, mana bunaqa video haqidagi ma'lumot. Welcome to Telescope Duel va bir narsalar degan. Ya'ni video nima haqidaligi va bu kanal nima haqidaligi yozib qoldirilgan. YouTube bunga ham qaraydi. Mana shu tegizdagi narsalarni analiz qilib, shunga o'xshash mana bu opisiyanadagi so'zlar yozilgan kanallar orasida rekomendatsiya qilishda boshlaydi. Bu yoqda taglar ham qo'shib ketgan. Shuning uchun albatta opisiya joylariga ham
to'g'ri qarab, bularni ham professional tarzda yozib chiqinglar do'stlar. Va albatta ingliz tilida bo'lishi kerak. Mana bunaqa qiziqarli, oddiy yozilishi kerak. Keyingi o'rinda videoning teglari. Teglarni ko'p kishi mensimaydi, lekin teglar ayniqsa shorts videolarda juda ham ko'p muhimlikni o'ynaydi do'stlar. Bu yoqda ham tegi bor, mana Talsxob Edimarash, Talsxob, Confidence deb yozib qo'ygan. Videoni pastdagi teglar juda ham muhim. Masalan, o'zim ham YouTube kanalimda teglar yozaman. Masalan, meni kanalimda videolar bo'limida mana bu teglar turibdi har xil. Amerikan YouTube'dan pul ishlash va Elbek Nabiyev, chunki odamlar shunaqa poistlar beradi. Natijada meni kontentlarim chiqib keladi do'stlar. Hammasilarni sizlarga ochiq oydin o'rgataman. Undan keyin videoning davomiyligi muhimmi desangiz, ha, ba'zilar videoning davomiyligini juda qisqa qilsam yaxshi, 1 minut bo'lsa ko'p ko'riladi, oxirigacha ko'rish oson deb o'ylaydi. Lekin bu yoqda videoni ko'rilish davomiyligi muhim. Ya'ni sizni videoyingizga kimdir bossa, agar u 8 daqiqalik video bo'lsa va uni oxirigacha ko'rsa, imkon qadar YouTube bu odamlarga videosi yoqayapti ekan, video qiziq ekan deb ko'proq odamga tavsiya qiladi. Masalan, asmar videolar yoki kinolar bilamiz 1 soatdan 2 soatgacha bo'ladi. 2 soat bo'lsa ham ko'p odam ko'radi. Nega? Chunki u qiziq. O'shaning uchun diqqatini ushlab o'tiradi. Siz montajda qiziqarli qilsangiz, videoni boshida ham, oxirida ham zo'r qiziqarli narsalar chiqsa, imkon qadar ko'proq ko'radi. Ya'ni videodan bitta bosib chiqib ketib qolmang do'stlar. Shuning uchun kamida 50% ni yoki kamida 20% ni ko'rishsa juda ham yaxshi. Keyingi o'rinda videoning chiqish vaqtlari. Videoning chiqish vaqtlari uchun qaysi sanada, ya'ni qachon video yuklash kerak degan alohida video qo'yaman. Agar bu qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va kanalimga obuna bo'lib qo'ying, keyingi videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun. Qaraymiz, bu yoqda hamma kanallar har xil vaqtda video qo'ygan. Masalan, ba'zi kanallar bor, bu yoqda aniqladi. Kechasi video qo'yadi, ba'zilari bor ertalab. Biz buni qachon video qo'yishimizni qayerdan bilamiz? Raqobatchilardan bilamiz do'stlar. Talsxob Edimarash deb yozamiz. Masalan, endi Amerika YouTube'dagi ko'p trend bo'lgan video misol uchun. Shunday raqobatchilarni qidirib topamizda kanallarini kuzatamiz. Videolarga qaraymiz, soat nechida yuklangan, ichida ko'rinadi. Bu videolar nechida yuklangan bo'lsa, siz ham o'sha vaqtlarda yuklashingiz kerak. Har bir yo'nalishda nechida video yuklanishi aniqlab olasiz va har kuni o'sha vaqtda video yuklashingiz kerak bo'ladi. Mana Talsxob yo'nalishi agar qiziq bo'lsa, men o'zim bepul darslik qilganman shu kanalimda, bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Undan keyin videoni stabil chiqarish. Ko'p kishi videoni stabil chiqarmaydi. Ayniqsa yangi kelganlarda bitta noto'g'ri tushuncha bor. Bitta ikkita video yuklaydi-da, "Aka, videolarim ko'rilmayapti. Aka, nima siri bor? Aka, menga o'rgating" deb savol berishadi. Men aytaman, bu savolni bergandan ko'ra video yozsangiz bo'lmasmidi? YouTube'da katta sirlar yo'q, lekin aniq qilishingiz kerak bo'lgan formula va strategiyalar bor. Va tajribali odamdan buni o'rganishingiz kerak. Shuning uchun hamma aytgan narsalarimga rioya qiling. Videoni har kuni o'sha vaqtda chiqaring. Prosmotr olsa ham, olmasa ham. Prosmotr uchun chiqarmang. Shunchaki bugun video chiqaraman deng bo'ldi. Video uchib ketishi har xilda. Ba'zi kanallar bor, 10 ta videodan keyin ham zo'r ketadi. Ba'zilari bor, 1 oydan keyin uchib ketishi mumkin. O'shaning uchun bitta ikkita video qo'yib olib natija kutmanglar. Har kuni qo'ying, analiz qiling. Men bu nomi yaxshi master videoyizda, tavsifi yomondir. Zerikarlidir, montajni qiziq qilishingiz kerakdir. Videoning rasmi yomondir, videoning teglari yetishmayotgandir. Videoning chiqish vaqti xatodir. O'shalarni to'g'rilayingda davomiy chiqaring. Men sirli formulalarni men rasmini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman va boshqa narsalarni ham tashlab qo'yaman. Bu yoqda ko'rsatilmagan. Albatta Telegram kanalimga o'tib, bemalol topib olsangiz bo'ladi. Va endi boshlovchilar agar bepul o'rganishni xohlasa, mana shu YouTube kanalimda men bepul darslarni chiqarib boraman. Hozir ancha dars to'planib qoldi. Mana McQueen yo'nalishi, Salesword 10 bit yo'nalishi, mashina yo'nalishi, Talsxob, rasm varaqlash, American News, Skibidi Toilet, Alendens, Sprunky, o'yin orqali pul ishlash. Kanal ochishni bilmaysiz, kanal ochish darsligi ham bor agar mustaqil ocha olsangiz yoki bizga yozasiz, o'zimiz sizga ochib beramiz.
Xullas, bemalol o'sha strategiyamdan foydalanasiz, bu yoqdan kanal ochasiz va men bergan bepul yo'nalishlardan o'rganib natija qilsangiz ham bo'ladi. Muhimi mana shu formulani esda tuting va albatta keyingi videoda nima chiqarishimni kommentariyada yozing, video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, sizlarga juda ham muhim narsani bir tavsiya qilmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring, bu sizning hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Men Amerika YouTube'da 3 yildan beri ishlab keldim va mana shu 2025-yildan boshlab Amerika YouTube'da o'rgatishni boshlayapman. 2026-yilda o'zimni shogirdlarimni tayyorlashga qaror qildim. Sizlar maksimum natijaga chiqishinglar uchun 1,5-4 millionlik kurslarda o'rgatilmaydigan eng zo'r sirlarni, yo'nalishlarni bitta kursga jamladim. Menda 3 xil mahsulot bor. Birinchisi YouTube VIP, ya'ni VIP kanal nomli Telegram kanalim bor. Bu yerda kanal ochish, kanalda to'g'ri sozlash, Amerika nomer olish, YouTube strategiyasi, mualliflik huquqi darslari, trend analiz qilish darslari, 10 ta trend yo'nalish va qo'shilib boradi. Savol-javob imkoniyati bor, nimadir tushunmasangiz. Kanal tarixini yoqish o'rgatiladi. Montaj uchun tayyor shablonlar beriladi va jonli efir qilish o'rgatiladi. Bu yoqda ozginasi yozilgan, sig'magan darslar doimiy qo'shilib boradi. Telefonda o'rgatiladi, kompyuter shart emas va to'lov bir martalik. Bir marta to'lov qilasiz, butun umr darslarni olaverasiz bepulga. Atiga 157 ming so'mga boshlang'ichlarga tavsiya qilaman. VIP kanalimizga qo'shiling va YouTube'da o'rganishni hozirroq boshlang. Tepangizda ustoz tursa va aniq bir yordam beradigan odam bo'lsa, ancha tez o'rganasiz. Va agar siz noldan professionalgacha telefon orqali o'rganmoqchi bo'lsangiz, ikkinchi tarifimiz bor, YouTube Start noldan degan. Bunisi eng zo'ri. VIPdagi hammasi bor, ya'ni chaptagini hammasi bor. Undan tashqari YouTube asoslari modul bor. Bitta modulning ichida 10 tadan ko'p darslar bo'ladi. YouTube texnik darslari bor, dizayn yasash moduli bor, kanalni monetga ulash, Swift, AdSense va hammasi o'rgatiladi. O'zini o'zi soliqdan band qilish, kanalga apellyatsiya tashlash, videoga nakrutka ko'rish, YouTube sirlari o'rgatiladi. Alohida savol-javob guruhi bor va 24/7 yordam bor va har hafta jonli darslar o'tib hammani savoliga javob beraman. 30 tadan ortiq Amerika yo'nalishlari bor va yana qo'shilib ketadi. Telefonda o'rgatiladi, kompyuter shart emas va to'lov bir martalik. Hozir atiga 597 ming so'mga qo'shilishingiz mumkin, keyinchalik narxlar oshishi mumkin. Ya'ni aynan yanvar oyida qo'shilishingiz mumkin. Privatkamiz hali chiqmadi, bu yoqda o'qib chiqsanglar bo'ladi. Bu VIPdagi hamma narsa bor, bu yoqda ham kompyuterda o'rgatiladi. Privatka fevral oyida start bermoqchimiz. Bu eng zo'ri bo'ladi. Lekin yanada professional bo'lmoqchilar uchun agar siz noldan bo'lsangiz, YouTube Start noldan qo'shiling va oylik to'lov bilan bo'ladi. Privatkaga har oy 257 ming so'm to'laysiz. Lekin men sizlarga maxsus chegirma bermoqchiman. Aynan YouTube Start noldan kursi uchun 597 ming so'mga emas, 497 ming so'm, ya'ni 100 ming so'm chegirma bilan olishingiz mumkin. Aynan mana shu videodan keldim, aka deb screenshot tashlaysiz va adminga yozasiz. Hamma 597 ming so'm oladi, lekin siz mana shu YouTube strategiyasi videomdan kelganingiz uchun 497 ming so'm qilib beriladi. Bu skidka 10 kundan keyin tugaydi. Tezroq ulgurib qoling, ma'lumot kerak bo'lsa adminga yozing. Hammaga rahmat. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosishni unutmang. Paka paka.